Ya 700 dollar beraman lekin doda. Voy bile, nima degani ukam? Vashshi yerga urib yubording-ku. Bazaringni filtrovat qilib gapir bilan chiroyli narx ber, qani. Doda, bu 700 dollar vashshi zo'r narx-da. Bu sikllariga, yo'mkislariga. Ukam, menga qaragin, men seni Instagramdan ko'rib chaqirdim. Mana shu ukam yaxshi narxga olib qoladi. Chiroyli narxga olib qol. Qaramazingni qochirib qo'yaman. Yo. Instagramdan ko'rib, doda, men sizdan o'zim ham ko'rib yuraman sizni. Xo'p. Ha, yoshingizni hurmati. Xo'p. Men maydalashmayman, yarashmaydi. Doda, siz ol 800 dollar beraman. Voy. Unaqa qilmang-a. Azizgina ko'tar, yana dodalik hurmatini ko'tar. Yo, doda, siz yengisidan ham qimmat aytyapsiz. Xo'p. No, yengisi 1250 dollar bo'lsa, siz 1400 olasiz. Hozir odamlar 17 olyapti bu narxga. Menga qara, menga 17 padarka kelganligi uchun bu narsani sotaverolman. O'shaning uchun chiroyli narx ber endi ukam. Nech pul qilib berasiz? Bo'pti, siz ham aytingchi, men 800 dedim. 1000 so'm ber ukam. Mevasi qimmat. Unaqa qilma endi, doda deyapsan boydan beri. Doda, endi hozir buni narxlatgansiz, qimmat olishimni bilib turib o'zi chiqiryapsiz. Xo'p. Nech pul narxladi? Menga ham to'g'risini aytaymi? To'g'risi. 1050 berishmadi lekin. Ya, 1050. Qarang, doda, 900 dollar beraman. Maydalashmaydi. Menga qara. Xo'p. Bitta dodalik gapimni aytaymi? Saniki ham emas, meniki ham emas. 950 beraveraman. Bitta chiroyli duo ham qilib yuboraman. Duo qilasizmi? Обязательно. Bo'ldi mana 950 baraka bo'ldi. Bitta duo qilsangiz 950 beramiz ketadi. Hamma narsa duoda. Qani ishlagan, qilayotgan ishingni fayz barakasini bersin. Doim do'st, dushmanning yonida yuzing yorug' yursin. Allohu akbar. Sana pulli ukam. Bo'ldi. Kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, bizani nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Doda qayerda ko'ruvdingiz bizani? Sizlarni qayerda ko'rdim-da, shu Instagramlarda. Yomon gap bo'larkan. Doda, buni ichidagi narsalarni o'chirib aniq qilib bersangiz, plyusdan olib ketardim. Xo'p bo'ladi. O'zi yaxshi narx bo'ldi-yu. Bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Sen rozi bo'lgan bo'lsang. Bo'ldi, siz rozi bo'lsangiz bo'ldi. Xo'p bo'ladi.